Assalomu alaykum barra qo'sh qo'zlari. Mana akalar yana yangi partiya barra qo'zlarimiz keldi. Yangi ukaxonimizdan yangi qirg'iz qo'zlar. Assalomu alaykum Islomjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz uka? Ukalar, yangi barra qo'zlaringiz kelibdi. Soni nechta uka bu qo'zlardi? 39 ta. 39 ta soni. Qo'chqori nechta, sovlig'i nechta? Qo'chqori 15 ta, sovlig'i 24 ta. Qo'chqori 15 ta, sovlig'i 24 ta ekan akalar, jam bo'lib 39 ta ekan. Mana akalar sovliq qo'zlarimiz, mana qaranglar. Yosh 3 oylik dedingizmi? 3 oylik. 3 oylik ekan mana. Islomjonda mana yangi partiya mashq qo'ylardi. Kim qo'y qilib olaman desa bir savdoga bir joyga 39 ta barra qo'zlar ekan. Mana yana. Islomjon, zoti qanaqa uka bo'ladi? Tor. Hisor, ha? Hisor ekan zoti. Mana jonivorlar chiroyliligini qarang mana. Yungilari ham simjun. 39 ta barra qo'zimiz. Narxi qancha uka? 2.800.000. Qancha? 2.800.000. 2.800.000 dan 39 ta barra qo'zlarimiz. Islomjon, dastovkalari qaygacha buni? Toshkent, Andijon dastovkalari o'zimizdan. Kasansoy o'zimizda bepul dastovkalari. Bepul. Bo'ldi. Mana akalar, qo'ylarimizni orqa oldan ko'rsatib qo'yamiz mana. 2.800.000 dan dastovkalari vodiy bo'ylab Toshkentgacha qo'ylar yetkazib berar ekanmiz. Mana qo'ylarimiz. Akalar, bundaqasi bo'lmagan akalar qo'ylardi. Hayotda arzon qo'ylar akalar. Bitta like, bitta obuna bo'lib qolsa, bizni kuzatganlaring uchun oldindan rahmat.